1,5 million pulingizni siz ham havoga uchirishni istamasangiz, Xavfsiz haydovchi avtomaktabiga tashrif buyuring. Assalomu alaykum sahifamiz obunachilar. Bugun 23-iyun sanasi Xavfsiz haydovchi maktabidan o'quvchilarimizni olib kelganmiz. Barchasi muvaffaqiyatli topshirildi. Xavfsiz haydovchi Qiynalmadingizmi? Bo'lar ekan, mana reaksiyalar ko'rinsa. Qulluq olsin. Rahmat sizlarga. Nechta? 20 tadan 19 ta topdim. Hatta bitta xato qildim. Hisobga ketishadi qolganlar. O'qinglar, hammasini o'qib, yodlab, masalan, shu olinglar belgilab, qaysi belgi qadishlar, hammasi belgidan tushyapti, chorrahadan. Oson, qiyin emas. O'zinglar xotirjam qo'yib, miyani joyiga qo'yib, o'tamiz oson. Qiyin joyi yo'q. Tavsiya qilamizmi xavfsiz? Xavfsiz haydovchi nomeradingmi mana? Bittada bitta. Inshaalloh kelingizdan o'tamiz. Qulluq olsin. natijalar zo'r aka. Qulluq olsin. Yaxshi kuningizda ishlating. Omad. Yaxshi kuningizda. O'tib oldingizmi? Voy, malades. 20 tadan 20 ta. O, zo'r natija-yu. Ertalabdan xavfsiz haydovchimizda bizda ilk natijalarimiz boshlandi. Qiynalmadingizmi? Yo'q, hamma savollar oson. Bilsangiz bo'ldi ekan, bittada bitta o'tib chiqasiz ekan. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Eng zo'ri. Qulluq olsin. Rahmat. Yaxshi kuningizda ishlating. Sahifamiz obunachilari 23-iyun sanasi natijalar tobora kuchaymoqda. Qaysi tarafga qarashni bilmay qolyapmiz. Zulfiqor mana imtihon kirib 20 tadan nechta topdingiz? 20 ta. 20 tami? O'ni qarang, malades. 20 tadan 20 ta degan natijalar ekan. Kimda-kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, Xavfsiz haydovchi avtomaktabida kutib qolamiz. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Savollar. Domlalar aytgan harakatlari qildik, hammasi zo'r bo'ldi. Malades, tabriklaymiz. Tavsiya qilasizmi? Ha? Eng zo'ri xavfsiz haydovchi. Eng zo'ri xavfsiz haydovchi. Maladesga. Zo'r. Tabriklayman. Amaliyotdan ham eson-omon o'tib oldik. Xavfsiz haydovchida yana bitta natijalarimiz, sinimiz o'tib chiqdi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Eng asosiysi o'qish kerak. Bilimda kuch ko'p. Domlalarimiz Eng zo'ri, xavfsiz haydovchi eng zo'ri. eng zo'ri. Tavsiya qilamiz hamma. Hamma tavsiya qilamiz. Go'zalim, qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizda ishlating. Tabriklaymiz uka Oyatulloh. Malades. Bitta xohlisi. Amaliy hamda nazariy imtihonlari bir urinishda topshirildi. Kimda-kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchi avtomaktabida. Eng zo'ri kelish kerak, o'qish kerak. Xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. tavsiya qilasizmi? Qilamiz, o'qisin. Siz kelib ko'rgansiz, uka. Malades. Katta bo'lib, mersaladingiz. Natijani Allohlardan kutinglar. Qulluq olsin. Yaxshi kuningizda ishlating. Qiynalmadingizmi? Yo'q. Savollarimiz 2 minutda chiqdim. malades. 2 minutda. Zo'r natija bu. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchi hamda avtolediga murojaat qila olasizlar. Savollaringiz bir gap. Domlalarimiz Zo'r. rahmat katta. Ha, tavsiya qilaman. xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. eng zo'ri. Avtoledi Eng zo'ri. qulluq olsin. Go'zalim, malades. Hayajonli bo'ldirasiz. Qiynalmaysizmi? Ozgina qiyinchilik bo'ldi. Savollarimiz birga birmi? Bir xil. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Xavfsiz haydovchi Haydovchi zo'r. eng zo'ri. Savollar bilgandingmi? Kompyuterda o'rgatgandek hammasi bilgan savollar. Kelib o'qishni tavsiya qilasizmi? Xavfsiz haydovchi eng zo'r. Malades uka. Tabriklayman. Amaliyotdan ham bittada bitta o'tib oldik. Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar va tabriklaymiz. Nechta? Assalomu alaykum. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, kelishsan xavfsiz haydovchi. O'qisa o'rgansini. Malades. Amaliyotdan ham o'tib oling. Ukam tabriklayman. Bir kunlik ekspress natijalar. Bir kun. Bormi shunaqasi? Qani ko'rdinglar? Abbosbek aka, bir kunni haqiqatda akam aytgandi. Kech kun tayyorlandim. Shunga tayyorlanib keldim. Amaliy mashg'ulotda kimda-kim o'ylayotgan odamlarimiz bo'lsa, bittada o'tasizlar. Mana rezultat o'zingizlar ko'rib borishinglar mumkin. Tavsiya qilasizmi aka? Tavsiya qilaman. Xavfsiz haydovchi zo'r. Assalomu alaykum sahifamiz obunachilari. Imtihon kirib Abdurauf akamiz mana amaliy hamda nazariy imtihonlarini topshiryapti. Aka, qiyinchilik bo'lmadimi? Xavfsiz haydovchi bilan albatta qiyinchilik yo'q. Xavfsiz haydovchini tavsiya etamiz, kelinglar, o'rganinglar, bilim olinglar. Albatta pravo olinglar. Rahmat aka, tabriklaymiz. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Ishlarga rivoj aka. Rahmat aka. Sahifamiz obunachilari navbatdagi natijalar tobora kuchaymoqda. 23-iyun sanasi xo'p, Bobur zamonida tahsil olib, imtihonlardan 20 tadan 20 nechta? 20 tadan 19. 19 ta ham natija degani qiyinchilik bo'lmadimi? Xudo xolasa qiyinchilik bo'lmadi. Xavfsiz haydovchi zo'r. Eng zo'ri. Eng zo'ri. Tabriklaymiz. Zo'r. Yana bitta natijalarimiz. Namanganda o'quvchilarimiz tashrif buyurgan. Bittada bitta. Yo'q, ikkitada. Ikkinchisi ekan. Nechtadan nechta?
20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Birinchi hisobbat. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, men qiyinchilik bor. Taassurotlar yaxshimi? Zo'r, cho'tki. Tavsiya qilamizmi? Ha, tavsiya qilaman. Xavf haydovchi? Eng zo'ri. Qiyinchilik bo'lgani? Yo'q, yo'q. Salqin turibsizlar. Yaxshimi? O'tib oldinglar. Nima deysizlar? Kutayotganlar. Tavsiya qilamiz. Tavsiya qilasizlar. Ha, tavsiya qilasiz. Kelinglar. Xavf haydovchi. Biz eng zo'ri. Eng zo'ri. Do'st, tabriklayman. Navbatdagi natijalar qaysi tomonga qarashni bilmay qolib mana. Oyatullo 20 tadan nechta? 19. Maza qilib yordingizmi? To'g'risini ayting. Eng zo'ri. Tavsiya qilasizmi? Kelsin, o'qisin, o'rgansin, pravali bo'lsin. Qiyinchilik bo'lmadimi? Savollar bilgandim. Tabriklar. Amaliy hamda nazariylarni bitta urinishda 23-iyun sanasi hurmatli do'stlar imtihon kirib mana Musharrafxon bittada bitta ikkovini ham topshirib chiqibdi. Mana ko'rib qo'yinglar. Kimda kim? Necha minut? 7 minut. Malades. Shumaher qizimiz mashi ekan unda. 7 minutlik natija. Yaxshi kuningizda ishlating go'zalim. Malades. Lekin pravolas xayrli kunlar. Rahmat. Avtomaktabga rahmat. Xavf haydovchi. Eng zo'ri. Avtoledi. Hammasi eng zo'ri. Hammasi eng zo'ri. Imtihondan bittada bitta o'tamanmi degan savollarga mana Mohizzoda bittada bitta imtihonni o'tyapti. Tabriklaymiz. Birga. Tavsiya qilasizmi? Albatta, xavfsizlik eng zo'ri. Senizni ham o'tkazamiz diqqat olmasina. O'tadi, albatta. O'zim turaman. Albatta senisini ham o'tkazamiz. Shunaqa natijalar kimga kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchi avtomaktabida kutib qolamiz. Xavf haydovchi? Eng zo'ri. Bir emas, tendaniga ikkita mana jup chiqibdi mana, xudo xolasa buni bu yog'iga ham amaliydan ham eslomay o'tib olinglar. Savollar qiyin bo'lmadimi? Domlalar o'rgatganda. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'r. Tavsiya qilasizlarmi? Kelsin, o'qisin, o'rgansin, natijalar bo'ladi. Malades bolalar, amaliyotdan ham eslomay o'tib olinglar. Tabriklaymiz. Do'stlar, natijalar to'xtamayapti. Mana ko'rib turganinglarni. Upakovkada ekan mana, upakovkada. Hurmatli do'stlar mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lgani yo'q. Bilgan savollar, bilgan savollar, ishlagan savollarim shu yerda. Duoli. Tavsiya qilasizmi? Albatta, hammaga tavsiya qilaman xavfsiz haydovchi. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'ri. Eng Barcha zo'ri. zo'r. Nuriddin tabriklayman. Rahmat katta. Malades. Amaliyotdan ham eslomay Xudo xohlasa, bugun ko'rib qo'yinglar do'stlar, ko'ringlar, ko'ringlar. Ko'ringlar, mana hozirda o'zida amaliy mashg'ulotga imkon kirib ketaman deyapti. Natijani kutib olinglar. Dan degan natijalar. Xavfsiz haydovchiga tayyorlanganimdan xursandman. Ajoyib zo'r maktab. Xudo xolasa hammaga tavsiya qilib qolaman. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Rahmat Jasurbek, salomat bo'ling, tabriklayman. Nazariylarda o'tkiz bo'ldik. Endi navbat amaliylarga. Amaliylarni kutib o'tiribmiz. O, mana yana bitta natijalarimiz. Malades. Chi. Qiynalmaysizmi? Tabriklayman. Va alaykum assalom. Yo'q, qiynalmadim. Xavfsiz haydovchi bilan albatta hammasi oson bo'ladi. Amaliydan ham, nazariydan ham yashil chiroqdan o'tgandek o'tib ketdik. Malades. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'ri. Bittada bitta xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Avtodromlarimiz birga birmi? Birga bir. Tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'ri. Eng zo'ri. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, hech Qayerda qanaqa qiynalsiz qiyinchilik yo'q. avtodromda? Yo'q, hech qayerda. Juda ham oson bo'ldi, yo'llari keng, Avtodromimiz birga bir ekan. birga bir. Taylansa o'tadi. O'tadi, albatta o'tadi. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilaman. Xavfsiz Xavfsiz haydovchi zo'r, Eng zo'ri. eng zo'ri. Qo'rqmasdan dadini minib olish kerak. Mo'yna jag'ini chiqarib olish kerak. Charchamadingizmi? Yo'q, Avtodromlarimiz qanday ekan? bir xil. Necha minus bilan chiqdingiz? 60. Ha, bo'ladi. Zato nima bor? Sertifikatimiz bor. Xavfsiz haydovchini tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, zo'r. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'ri. Eng zo'ri. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Mana yana bitta natijalarimiz. Ukamiz bittada bitta amaliydan o'tib chiqdi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi, zo'r. Avtodromlarimiz Birga bir. birga bir. To'shni birga bir. Domlalarimiz hammasiga rahmat. Xavfsiz haydovchi. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Barcha zo'r. Hammaga tavsiya qilaman. Xavfsiz haydovchi? Eng zo'ri. Eng zo'ri. Bir donam. Hangi yoki Hisoblamadan. Assalomu alaykum.
1,5 million pulingizni siz ham havoga uchirishni istamasangiz, xavfsiz haydovchi avtomaktabiga tashrif buyuring. Bugun 23-iyun sanasi xavfsiz haydovchi maktabidan o'quvchilarimizni olib kelganmiz. Barchasi muvaffaqiyatli topshirildi. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri!